Quyosh chiqib, qorlarimiz ham erib ketyapti. Biz bo'lsa ishimizni yakunladik. Hozir butgan holatini ko'rasizlar. Devorlarimizni aboy qildik. Mana bu koridorimiz. Attachento stilidagi aboylar bo'ldi. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, mana bunaqangi aboy qilindi. Patologlarimiz faner bo'lgan edi, o'z holatida qoldirdik. Bu uy egasini xohishiga binoan bo'ldi. Biz faqat devorini aboy qildik. Endi narigi xonamizga kiradigan bo'lsak, bu xonamiz emulsiya bo'ldi, rang berildi faqat. Bu joyda ham patologimiz mana ko'rishlaring mumkin. Tabiiy o'sha yog'och ko'rinishida qoldi. Bu yotoqxonadan kirishda mana hammomimiz bo'ldi. Hammomimizga mana tumba, rakvina oynalarigacha qo'yib qo'yganmiz. Devorlarimiz plastik bo'ldi. Patologimiz ham oq plastik bo'ldi. Bu joyda elektrikamiz narojniy bo'ldi, ya'ni tashqaridan bo'ldi, kabel kanal bilan. Ko'rishlaring mumkin. Mana endi unitazimiz va cho'milish zonasi. Arestonimiz ham shu tomonda joylashgan. Vitishkalarimiz ham mana o'rnagan.